19 bob. Yoabqa podsho Davud Absalom uchun ko'z yeshi to'kib, hozir tutyapti degan xabar yetib keldi. Davudning odamlari podshoning o'z o'g'li uchun hozir tutayotganligini anglaganda, ularning shu kundagi jang g'alabasi qayg'uga aylandi. U kuni ular xuddi janggohdan sharmandalarcha qichib kelgan lashkarlardek shaharga jimjit kirib kelishdi. Podsho yüzünü etib elib, "Ah, oğlum Absalom, oğlum, ah cinim oğlum," deb ünlük yig'lab-atatdi. Yoab uyga kirib, podsho bilan ko'rishib, mundaq dedi: "Bugun o'zlarining shundaqla o'g'il qizlarining, xotinlarining va to'qallarining hayotini qutqizgan barliq odamlarini xijolatchilikka qo'ydilar. Sizli o'zlariga o'ch odamlarga amroq odamlarga o'ch ekanlar. Bugun sarkarda va lashkarlarining o'zlarining oldilarida hech narsaga arzimaydiganligini oshkorladilar. Men shuni bildimki, agar bugun Absalom hayot qilib, qolganlarimizning hammasi o'lib ketgan bo'lsak, sizlar xushal bo'ldikanlar. Endi tashqariga chiqib, odamlarning ko'nglini olg'ayla. Men Parvardigorning oldida qasam qilamanki, agar chiqmaslar, bugun kecha yonlarida birmu odam qolmaydi. Bu ish yoshliklaridan tortib, toki hozirgacha hayotlarida boshlariga kelgan eng cho'ng balo qazo bo'ladi." Shuning bilan podsho o'rnidan qo'pib, darvoza oldiga berib o'ltirdi. Butun xalq podshoning shahar darvozasi oldida o'tirganligini anglab, uning oldiga yetib kelishdi. Absalomga agashgan Isroillar bo'lsa, uylariga qochib ketdi. Isroiliyaning har qaysi qabillardan bo'lgan kishilar o'zaro talash tortish qilishib, podsho bizni dushmanlarimizdan xalos qilgan, Filistiyaliklarning qo'lidan qutqizgan, u Absalomdan qochib, yurtdan ketib qolgan. Biz o'zimizga bosh qilib tayinlagan Absalom janggohda o'libdi. Endi nemishqa Davudning qaytib kelib, bizga podsho bo'lishini talab qilmaymiz, deyishdi. Isroillarning so'zlari Davud podshoning quliqiga yetdi. U ruhoniy Zadok bilan Abiyatarni, Yahuda qabilasining oqsoqollaridan, "Sizlar nemishqa podshohni o'rtasiga qaytirib kelishda kaynida qilyapsizlar? Sizlar mening jigirim, qon qarindoshlarim turuqliq. Nemishqa meni qaytirib kelishda susluq qilsizlar?" deb so'rab kelishga avatdi. Davud ularga yana, "Sen mening jigirim, qon qarindishim. Seni hozirdan boshlab Yoabning o'rniga qo'shinning bosh sarkarchisi qilmasam, Xudo meni ig'ir jazolasin," degan so'zlarni Amasaga yetkazishni topladi. Shunda qilib, Davud Yahuda qabilasidagilarning hammasini o'ziga moyil qildi. Yahuda qabilasidagilar podshohga hamma odamlarini agashtirib qaytib kelsinlar deb xabar berishdi. Podshoh qaytib Yordan daryosi bo'yiga yetib keldi. U podshohni qarshi elib, Yordan daryosidan o'tkazayli deb Gilgalga kelgan Yahuda qabilasidagilar bilan ko'rishdi. Benyamin qabilasidan bo'lgan Giraning o'g'li Bahurimlik Shemi Yahuda qabilasidagilar bilan birga podsho Davudni kutib olish uchun Yordan daryosi bo'yiga berishga oldirdi. Uning yanında Benyamin qabilasidan 1000 kishi bor bo'lib, ularning ichida Saul oilasining xizmatkori Ziba, uning 15 o'g'li va 20 xizmatkori bor edi. Ular podsho bilan ko'rishish uchun Yordan daryosi bo'yiga tezdan yetib berishdi. Ular podsho jamoatini daryodan o'tkazayli, uning hamma talablarini o'rindayli deb daryo kechikining u qirg'iga o'tishdi. Bu chaqda podsho daryodan o'tay deb turadi. Gironing o'g'li Shimi podshohning oldida ta'zim qilib, "Ey podsho oliylari, Yerusalimdan chiqqan kuni peqirlari o'tkazgan gunohni menga hisob qilmag'aylar. Uni aslida saqlamay, ko'ngillaridan chiqarivatgaylar.
fikir, gunoh qilganligimni bildim. Shunga İsrailiya qabilleri ichida birinchi bo'lib podsho olilarini kutib olishga keldim, dedi. Bu chaqda mazlum Ziruyaning o'g'li Abishay Parvardigor tanlagan podshoni qarg'aganligi uchun Shimi o'ltirilsin, dedi. Lekin Davud, "Ey, Ziruyaning o'g'illari, kim sening fikringlarni so'rabdi? Bugun xuddi dushmanimdek ish qilyapsizlar. Men hozir İsrailiyaning podshohidurman. Bugun İsrailiyada hech kim o'ltirilmaydi", dedi va Shimiga qarab qasam ichib, "Sen hergiz o'ltirilmaysan", dedi. Saulning nevarasi Mefiboshetmi podshohni kutib olishga kelgan edi. U podshoh qochgan kundan toki podshoh omon eson qaytib kelgan kungacha yo putlarini, yo kiyimlarini yuymagan, yo soqol burutlarini oldirmagan edi. U Yerusalimdan podshohni kutib olishga kelganda podshoh uningdan, "Ey Mefiboshet, sen nimishqa men bilan billa ketmeding?" deb so'radi. "Ey podshoh oliylari, qullari tokur bo'lganligim uchun xizmatkorim Zibaga eshakni egarla. Men eshakka minib podshoh bilan billa ketaman degan edim. Lekin u meni aldapli qolmasdan, balki podshoh oliylari oldida meni qarlabdi. Ammo podshoh oliylari Xudoning farishtasiga o'xshayla. Shunga o'zlariga qanday qilish muvofiq bo'lsa, shunda qilg'ayla. Bovamning butun jamiyatidagilar podshoh oliylarining oldida o'limga mahkum kishilardir. Ammo o'zlari menga dasturxonlaridan taom yeyish imtiyozini berdilar. Mening o'zlaridan buningdan ortiq bir narsa so'rashga yana nima haqqim bo'lsin, deb javob berdi Mefiboshet. "O'z ishlaring to'g'riliq etqining yetar", dedi podshoh. "Saulning zeminini Ziba ikkinglar tang bo'lib olinglar deb buyuruyman." Mefiboshet bo'lsa podshohga, "Podshoh oliylari o'rdiga omon eson qaytib keldilar. Shuning o'zi menga kifoya. Hamma zeminni Ziba olsin", dedi. Gilatlik Barzilaymu podshoni Yordan daryosini o'tkazib qo'yish uchun Rogelimdan kelgan edi. Barzillay 80 yoshga kirgan, nihoyatda yoshnib qolgan odam edi. U boy odam bo'lib, podshoh mahonayimda turgan chig'ida podshoni o'zi turk bilan ta'minlab turgan edi. "Daryodan men bilan birga o'tib, Yerusalimga bering", dedi podshoh Barzilayga. "Men holingizdan xabar olaman." Lekin Barzilay podshohga, "Sizlar bilan Yerusalimga borgudak yana qanchalik ömrüm qoldi deyla. Men 80 yoshga kirdim. Men uchun hozir jafo bilan rohatning farqi yo'q. Yeb ichganning ta'mini sezolmayman. Ayol naqshchilarning ovozini anglay olmayman. Shundoq ekan, men nima deb yana podshoh oliylariga yuk bo'lay? Men faqat sizlarni Yordan daryosidan o'tkazib, o'zlariga bir oz hamroh bo'lay dedim, xolos. Men unchalik mukofotlanishga arzimayman. O'z shahrimda o'lib, ota-onamning yanida yetishim uchun qaytib ketishimga ruxsat bergaylar. Mana bu yerda o'g'lim Kimham turibdi. U sizning xizmatlarida bo'lsin. Uni o'zri bilan billa elib mangayla. Uningga qanday muomala qilishni muvofiq deb ko'rsizlar. Shundoq muomala qilg'ayla, dedi. Kimham men bilan billa daryodan o'tsin. Uningga qanday muomala qilishni xohlasangiz, shundoq muomala qilay. Mendan o'zingiz uchun nemini talab qilsangiz, shuni bajo keltiray, dedi podshoh. Shuningdan keyin podshoh va uning odamlarining hammasi Yordan daryosidan o'tdi. Podshoh
Barzilayni söyüp, onunğa bəxit tilidi. Andın Barzilay öz yurtiga qaytib ketdi. Padişah daryodan o'tib, Gilgalga qarab ketdi. Kimhammu padişah bilan billa edi. Bütün Yahudi qabilasidagilar va İsraillarning yerimi padişahning safarida onunğa hamroh bo'ldi. Bütün İsraillar padişahning yeniga kelib, norozilik bildirib, nima uchun birodarlarimiz bo'lgan Yahudi qabilasidagilar sizini ilib keçib, odamlari shundaqla xotun va bola chaqilari bilan Yordan daryosidan o'tkazidi deyishdi. Bütün Yahudi qabilasidagilar İsraillarga Davud padişah bizning qon qarindishimiz bo'lg'ashqa shundoq qildik. Sizlar nima deb bu ishga xafa bo'lasizlar? Biz padişahning hisobiga bir narsa gapdikmi? Yoki padişah bizga birer inom beribdimi? dedi. İsrailiyaning 10 qabilasi bor deb javob berdi ular Yahudi qabilasidagilarga. Shunga sizlarga qaraganda Davud padişahda bizning 10 hassa haqqimiz bor. Shundaq ekan, sizlar nimishqa bizni mansitmaysizlar? Ya'ni kelib padişahimizni qaytirib kelayli deb biz birinchi bo'lib aytgan emasmidik? Munozara jarayonida Yahudi qabilasidagilarning so'zlari İsraillarnikiga qaraganda qo'pol bo'ldi.